Uyghur xalq çöçeklerinden tanlanma. Telve köy oğul. Zamanның zamanısıda bir adamның 5 kızı bolğan işken. Bu kızlar bir-birlep yadlık kılınıp, ahırda Tulunay qapdı. Tulunay tulmu zerek, danışman kız bolup, közleri çolpandek, yüzü Tulunaydek güzel işken. Ata-anası 5 kızının içide 4 kızını bir seri, altın ayını bir seri körüdken. Kızның ata-anası kızımızını birer çoğun bay zerdarının balasıga bersek, kızımız mı rahat görse, biz şu yurt içide atak abroy kazansak dep arzu kılıdıken. Günlerinin birde şu yurttaki en çoğun bay özünün Qavul isimlik oğluğa Tulunayni sortip elçi evetipdi. Kızның ata-anası bay bilen kudurluş kuşallıqıda yigitni körüp beqish esigimi kelmepdi. Şunun bilen kızның rayığı bakmay maqul bopdu. Bay uzak ötmey Tulunayni Qavulga ilip berip 7 keç gündüz toy qılıp beripdi. Biroq kız bilen yigit o't bilen sudek zadi maslaşmapdı. İsmi cismiga qilchi maslaşmagan Qavul tolumu beg'araz bolup, telva, o'rin, qo'rsqining to'yg'inini bilmaydigan. 6 ayda chaqirsa 7 ayda ha deydigan. 5 ayda mant yeb, 6 ayda kekirdigan. Bag'dan gap so'rasa, tag'dan javob berdigan. Adab, axloq, qoida yo'sinni bilmaydigan galvang yigit ekan. Aylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Tulunay o'zining baxtsizligiga nola qilib yig'labdi. Qaqshapdi. Oxir taqdirga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Tulunay ko'p ajr qilib, eriga adab, axloq, qoida yo'sinlarni, hatto o'ltirib qo'pish, gap so'z, mengish turishlarning hammasini o'rgatibdi. Eri har holda xeli ko'p o'ngshalganda qilsa-mu, qon bilan kirgan xo'y jon bilan chiqdi degandek, yanala do'tlik tugmabdi. Har qanday marik so'ringa Qavul qatnashib qolsa, kulkining nishoniga aylanib qoladi ekan. Erining do'tlik tufayli Tulunaymu yerga qaraydi ekan. Bu to'g'riliq dili azar yegan Tulunay erini hech yerga borg'izmaydigan bo'lib qopdi. Bir kuni qizning ota-onasi kuyog'ul bola chaqalarining hammasini mehmonga chaqiribdi. Bu xabarni anglagan Tulunayning beshiga g'am tushibdi. U ota-onasining uyiga erini opray desa, uning taqtuq so'zlab boshqa kuyog'ularning orasida masxir qilishidan ansirabdi. O'zi yolg'iz berishni biyab bilibdi. Har ikkimizla barmay qo'yayli desa, ota-onasining ko'ngliga kelishidan andishi qilibdi. Oxir Tulunay odam quloqdan, hayvon tuyoqdan degan gap bor. Men Qavulga adab axloqni zerikmay, terikmay o'gitib, mehmonga billa opray degan qarorga kelibdi. U eriga: "Oldimizdagi haftada otamlarning uyiga mehmonga boramiz. Siz mening deganimni qiling. Agar yana o'zingizning bilganini qilib, taqtuq so'zlab yuzimni tushirdigan bo'lsangiz, endi hargiz kechirmayman" debdi. Qavul: "Va'da beray jonim xotin. Siz menga nima qildisingiz, shuni qilaman. Siz nimani o'rgatsangiz, shuni o'ginaman. Endi sizni hargiz yerga qaratmayman" deb qattiq va'da beribdi. Ham xushalliqidan do'ppisini osmonga etibdi. "Undaq bo'lsa, mening qilgan gaplarimni obdan anglab turing" debdi Tulunay eriga qarab. "Biz ota-onalarning oldiga bormag'ili uzoq bo'ldi. Ularga azroq so'g' salom olamiz. Buni siz ko'tirsiz, eshikdan buqidek usib kirmay. Ata, apa, tinch amonliqmi deb otam bilan opamga salom bersiz. Ular sizga javoban: obdan turyapmiz. Kelinglar bolalarim, salomat turdinglarmi? Uy ichi tinchlikmi?" deydi. Siz yana: "Bizmi obdan har qaysilarining tilak yo'laklarining barakatida yaxshi turdik" deysiz. Otam bilan opam: "Qani o'ltiring bolam" deb o'ltirishga ijozat berganda ondan o'ltirsiz. Biroq o'ltirdim deb yugurib to'riga chiqib ketmay, cho'nglar o'ltirib bo'lganda ondan muvofiq o'rinda o'ltirsiz. Qoida bo'yicha hargizmi cho'nglarni pagahda qo'yib, kichiklar to'riga chiqib olmaydi. 4 ajamning erlaridan keyin siz o'ltirsiz. Cho'nglarning og'zidan gap tartib elib, oqsoqollik qilish adabsizlik bo'ladi. Siz cho'nglarning va boshqalarning so'zi tugmay turib, qo'shiq solmang. Gap qilish to'g'ri kelsa, boshqalarning so'zi tugaganda shu so'zga muvofiq kelgidek o'rinliq gapni qiling.
so'rining kayfiyatiga ta'sir yetkazib, chiroyingizni tutib olmang. Ochiq yo'riq kulib o'tiring. So'rinda boshqalarning so'ziga quloq solmay, anglayqib, burun ko'chilab, bosh qashlab o'tirishning hammasi behurmatlik bo'ladi. Debdi erdan xotirjam bo'la olmayotgan To'lin-ay so'zni davom qilib. Aldingizga tamoq keltirganda, qo'rsqingiz har qancha ichib ketsimi, tamoq qiya ko'zingizni solmang. Cho'nglarning elishni kuting. Tamoq keltirganda atam, apam takalluf bilan "Qani ballalarim, tamoqqa beqinglar" deydi. Bu chaqda siz "Marhamat, cho'nglardan kelsin" deysiz. Cho'nglar "Haqini tamoqqa baqayli" deb tamoq yeyishni boshlab berdi. Siz andan yeyishga boshlaysiz. Biroq ijirqab ketgan bo'rdek, boshqalarning qachisi yerimlashguncha siz qachingizni quruqdab qo'ysangiz bo'lmaydi. Bu qitim siz mening deganimdek qilsangiz, atam apamlarmi xush bo'lib qoladi. Men mu sizni pat-pat dili mehmonga aparaman, debdi To'lin-ay erini ogohlantirib. Qavul xotinning deganlarini o'rinlashga va'da beribdi. Shunimi aytib qo'yay, debdi To'lin-ay eriga ishonch qila olmay. Agar apam mehmonlarga pul atgan bo'lsa, siz aldirmay bir kapamdan yeng. Navoda mant atgan bo'lsa, birini biroqla og'zingizga solmay, bir tishlamdan chaynab yeng. Qavul To'lin-ay aytib bergan qoida usullarni bir haftaga yodlabdi. Biroq To'lin-ayning ko'ngli zadil xotirjam bo'lmabdi. U undaq o'ylab, oxir tamoq oldiga kelsa, hammani unutadigan talva eriga o'zi eng ishonchli deb o'ylagan bir jarni o'gitibdi. Men apamning yig'inchoqliqaroq montasiyam bo'larmikin deganini g'ilpal anglab qilib edi. Balkim biz borganda manta etib qilishi ehtimolga nihoyat yaqin. Bizning belgimiz cho'ki bo'lsin. Men cho'kini birini cheksam, siz mantidan birini olasiz. Cho'ki chekilmaguncha olmaysiz, debdi To'lin-ay eriga qayta chekilib. Bu ishonchli char bo'ldi. Endi menmo xotirjam bo'ldim, debdi Qavul xushal bo'lib. Qavul bilan To'lin-ay ota-onasining uyiga mehmonga beribdi. To'lin-ayning otasi, opasi va boshqa tuqqanlari ularning oldiga chiqib qarshi olibdi. Ular mehmonlarning oldi-kayni yig'ilg'icha qo'ru ichiga tikilgan meva ko'chatlarni, rang-garang echilib ketgan gullarni,